Ba'zi operatsiyalar shunchaki davolash emas, balki inson hayotini butunlay saqlab qolish uchun sabab bo'ladigan holat hisoblanadi. Assalomu alaykum. Bugun inson hayotini saqlab qolish mumkin bo'lgan holatlar va operatsiyalar haqida gaplashamiz. Eng ko'p uchraydigan shoshilinch operatsiyalardan biri bu appenditsit. Appenditsit operatsiyasida agar vaqtida uni to'g'ri diagnoz qo'yib operatsiya qilinmasa, appenditsit yorilishi va butun undagi infeksiyalarning butun tanaga, qorin bo'shlig'iga tarqalishi va undan butun tanaga tarqab ketib, infeksiyaning butun tananing infeksiyalanishi rivojlanishi mumkin. Bu narsa esa keyinchalik yana ham og'irroq holatlarga, inson hayotini tugashi ham sabab bo'lishi mumkin. Ikkinchi holat bu ichki qon ketish. Oshqozonda yarasi yoki 12 barmoq ichakda yarasi bor bo'lgan bemorlar uchun bu narsa muhim. Agar yara teshilib yoki o'sha yarani o'zi qonashi natijasida ko'p miqdorda qon ketadi, lekin odam o'zi bilmaydi. Xuddi shunday holatlarda ham tezlik bilan operatsiya bo'lib, qonni to'xtatish eng muhim hisoblanadi. Sababki qon ko'p yo'qotilgani hisobiga inson qon bosimi tushishi va kollaps, shok va bundan keyin inson hayotining tezlik bilan tugab qolishi ehtimoli yuqori bo'lib ketadi. Bundan keyingi holat ichak tutilishi, ya'ni ichaklar o'zi buralib qolishi yoki boshqa joyga qisilib qolishi natijasida yuzaga keladigan holat. Bunda o'sha qisilgan, buralgan joylarga qon o'tmasligi natijasida o'sha ichakning gangrenasi, ya'ni qon bilan ta'minlanmasligi va undan keyin yiringlab chirishni boshlashi yuzaga keladi. Bunda esa infeksiya yana butun tanaga tarqash ehtimoli yuqori hisoblanadi. Bunday holatda ham tezlik bilan operatsiya bo'lishi kerak. Va eng ko'p uchraydigan holatlardan biri bu travma va jarohatlar, avtoavariya, yiqilish yoki shunga o'xshash balki pichoq bilan jarohat bo'lishi mumkin. Bunday holatlarda tashqi tarafdan hech qanday belgi bo'lmasligi mumkin yoki jarohat kichkina bo'lishi mumkin, lekin qorin bo'shlig'ida yoki ko'krak qafasidami bu muammo ichkarida kattaroq bo'lishi mumkin. O'sha organ yorilishi, ezilishi, shu ortidan esa og'ir asoratlarga olib kelishi ehtimoli yana ham oshib ketaveradi. Bundan tashqari esa qandli diabeti bor bemorlarda ko'proq uchraydi gangrena, ya'ni o'sha tananing bir qismini oyoq, qo'lning uchida yiringli o'sha qismning yiringlab shishib ketishi. Bunday holatda qon o'tmaydi, infeksiya tarqaladi va o'sha infeksiya qonga tushsa, butun tanaga tarqashi va tananing infeksiyalanishi va shu bilan kollaps yuzaga kelishi mumkin. Va ba'zi operatsiyalar soatlar ichida amalga oshirilishi talab etiladigan holat, yiringli peritonit yoki umuman peritonitdan infeksiyalanish bilan bog'liq bo'lgan holatlarda inson hayoti 24-72 soat ichida saqlab qolish 90% dan 10% gacha tushib ketish ehtimoli shunday yuqori hisoblanadi. Qancha erta tashxis va erta davo inson hayotini saqlab qolish uchun muhim qadam hisoblanadi. Shuning uchun qorinda kuchli og'riq, shunga o'xshash holatlar bo'ldimi, zudlik bilan shifokorga murojaat qilish tavsiya etiladi. Ismim Shukurjon, xirurgman. Har kim biror kasali haqida ozgina gaplashamiz. Rahmat.